Assalomu alaykum. Anaqa opam vujudga ovoz berdingizmi? Yo'q. Opam vujudga ovoz berasizmi? 50 ming bo'ldi-da bitta ovoz. Yo'q. Ovoz bering, har bitta odam bizga qishloq yo'li sizni anaqa bahanangizni asfalt bo'lib qolsin. Bitta ovoz berib jang, 50 mingdan bo'lib ketdi-da bitta ovoz. Yo'q. Kerak. Yo, shunday qilmang, u hech narsani anaqa qilmaydi. Agar ikkita odam bo'lsa 100 ming bo'lar. Ya'ni kimdir ovoz bermagan bo'lsa, aytalangiz. Qishlog'ingizni nima qildirish kerak? Asfalt qildirish kerak-da. Bizga qishloq juda jamon bo'jab yo'llari. Cho'l vaqti yo'llari oshim jamon bo'jab. Shular asfalt qildirish kerak-da. Bo'ladimi? Ovoz berjang bitta. Siz nima biringiz bilasizmi yoddan? Ha, bilaman. Siz ana Samanchini qizi bo'lmaysizmi? Zakir Samanchini. Yo'q. Yo'q, o'xshayqansizda. To'g'risi. Yo'q. Oypaniz bor ekanda, shunchalik deyotgansiz. Oypaniz borlar boy bo'lar-ku, shunga bermayman deyotgan ekansiz. Ha, shuni so'rab olaymi men? Otingiz kim? Shahrizoda. Shahrizoda. Shahrizodaning tuyg'ulari shu kunlarda sollov. Sizlar qo'shiq eshitganmisiz? Yo'q. Ha, eshitmaganmisiz. Alo. Mardan aka, biza ana botning oti nima edi? Az bitta ovoz topdim. Yana idalangiz ovoz bermaganlar bormi, yo'qmi? Bilmadim. Az qarang, bir ikkita ovoz bor ekan, az bular olamiz. Aka, men topdim az, yana. Otingiz kim dedingiz? Shahrizoda. Shahrizoda degan qiz ekan. Hozir qarang, menga mana shu Telegram bormi shu nomerda? Shu nomerga tez uni botni taylang menga. Az botdan ovoz beramiz siraz. Telegramga kiring-da, bitta bot taylaydi. Shu ovoz berib berasiz-da keyin. Shashmayapsizmi? Shoshmayman. Shashasizmi? Hozir mana sizga shunday bosib beramiz. Bo'ldi mana. Ovoz berildi. Endi kimdir ovoz bermagan bormi, yo'qmi aydalardan? Menimcha berish ham xohlashmaydi. Nimaga pullarimiz ko'pmi? Kibrmisiz? Kibr. Ya kibr demang-da, u to'g'ri aytyapman. Bizlar yo'l sizlar anavlaringizda asfalt bo'lib qolsin, bahanalaringizda. Yo'q, men kerak. Ya'ni tortish bo'ldi. O'tirib oling. Men o'tira olmayman-da. Ovoz yeyishim kerak-da. Bitta ovoz topib bering, yana bittagina ovoz kerak-da. Yo'q, menda boshqa Deganingiz bormi? Yo'q. Hech kimingiz yo'qmi? Yo'q, unday bo'lishi mumkin emas. Qarang, kimdadir bordir. Men taniysizmi? Yo'q, tanimadim. Men acha qassob akasi bo'laman-ku. Acha qassob taniysizmi? Go'shtchi. Qaysi acha qasob? Acha. Sol akaning akasi. Umar, Xopi, Samad degan akalari bor, go'shtchilar. Tanimaysizmi ular? Yana bitta ovoz topib bering bo'lsa. Ovoz yo'q menda boshqa. Voy, yana nima qilsam bo'layqani? Hozir yana bittasi telefon qilindi men. Telefoningiz puli bormi? Telefon qilsam bo'ladimi? Конечно, iPhone bo'ladi deb bo'lmaydimi? Ana, bular buni dimir ishlamaydi-da. Hozir qayerda odam ko'p bo'ladi? Toshkentda hozir kechqurun qayerda odam ko'p bo'ladi? Odam gavjum joy. Chilonzor. Tam Magic ana, Toshkent Citymi Magic? Shu yerga qanday borsam bo'ladi? Shu yerdan bo'lsa oljaman, demasan menga. taksida borsangiz bo'ladi. Ya taksiga qanday chiqsam bo'ladi bu yerdan? Yandex chaqirib chiqasiz. Telefonim yo'q-da meni. Telefonim akam olib qoldi, ana Zakisga boraman deb. Zakisga ketdi-da. Shuni telefonni olib ketdi. Yandex chaqirib oling endi. Chaqirib berilasizmi siz? Lekin pulim yo'q-da. Opam vujudgan deb Alloh mana qildim, lekin kartangizni talab beraman, opam vujud pulni qilsam deb bersam pulim yo'q. Menga pulingiz kerak emas. Bitta Yandex chaqirib berilasizmi? Chaqirib bera olmayman. Lekin pulim yo'q-da, shu pulni ham anaqa qilib beraman. Men biza qishloqqa deb hozir hammasini sotib, shu ovoz zo'l anaqa qilyapmiz-da. Agar qolasan sizga pul emas, ikkita moy olib borib beraman uyingizga. Oq moy, 3 litrlikda. Yo'q, shatmas. Uyda ovqat qilibmaydi bizda. Yo'q, nima yeysiz? Suv ichasiz faqat. Yo'q, dastavka. Boydan qizi ekansiz-da? Yo'q. Nima tanishsam bo'ladimi siz bilan agar? Voy. Bo'lmaymi? Yana nima qolyapsiz? Yo'q, hech narsa, shu telefonni yana chaqirib berasizmi? Chaqirib bera olmayman. Bu qanaqa qilib ketasiz? Plyus yo'q bo'lsa. Sizda pulingiz bormi? Bor. Menga berib turing, men sizga keyin moyman bilan uyingizga taylab kelaman. Telefon, men telefonimni bir telefon qilingda. Telefon qiling, mendan bir go'dak taylab qo'ying. Telefoningiz. 99lik Hop. 330 25 37. Shunga men otingiz kim? Shahrizoda. Men Shahrizoda moy deb yozgan. Kerak emas. Ya men birov haq kerak emas-da, men ham sizga haq. Yo'q, kerak emas. Bo'lmasa men Shahrizoda deb yozib qo'ying, shu SMS qilib. Yo'q, kerak emas. Pul beraman. O'zi yetib olaman. Necha pul berasiz endi? Qan? Mayda pullarimni berib olaman. Necha pul qan? 35 mingmi? Rozi berasizmi keyin buni? Ha, rozi.
Agar norozi bo'lsachi? Yetmasa, metroda borib olaman. Metroda